Bugun Bog'ishamolga, ya'ni xolamlarnikiga kelganimni 4-kuni va bugungi kunimni qanday o'tgani haqida sizlarga qisqacha qilib aytib beraman. Kelganimdan beri bugun birinchi marta ko'cha supurdim. Avvallari ko'chalar har kuni supurilar edi. Esimda kichkinaligimizda ayam qo'shnilar eshigini allaqachon supurib, faqat bizniki qoldi yokida sepgan suvim qurib ketdi degan bahonalar bilan saharlab uyg'otar edi va har kun eshik supurishni kanda qilmasdik. Endi bo'lsa zo'rg'a 2-3 kunda bir supuriladi. Sizlarda ham shunaqami yoki o'zgarish faqat menda bo'lganmi? Xullas, uyda ozmoz ish qilib, choyni ichib, ertalabki vitaminlarimni ham ichib olib, obeddan keyin yangi bozorga tushdim. Ukamga iPhone telefon olingan edi. Ozgina muammosi bor edi, shuni hal qilib oldim. Keyin Hadichaga kuzgi kiyimlar olish uchun Madinanikiga bordim. Yangi tovar kelgan ekan. 5-6 xil qilib uyga, ko'chaga kiyishga kiyimlar olgan edim, lekin uyga kelib kiydirib ko'rsam, Hadichaga katta keldi va men uni jiyanimga olib qo'ydim. Ko'chaga chiqishdan avval ishim bir dunyo bo'lib ko'ringanida, qarasam shu ikkisi xolos ekan. O'zi ko'chada ko'p yurishda ham iloji yo'q edi. Tezda uyga qaytdim.